Assalomu alaykum. Instagram aqli xalqim. Hammalar sog'inib qolgan bo'lsanglar kerak, internetga kirmay qoldilar. Yo, noto'g'ri tushunmanglar. Men kommentariyga ham qaraganim yo'q. Mana kechga bir qaradim, bugun ham qaradim. Ko'plar savol javob qilishyapti. Sababi men bir zdaniya olyapman. Xudo xolasa 10 ta odam olaman o'rgatish uchun. Hozirdan remont bo'lyapti. Xudo xolasa ardorini qo'yaman. Remont tugagandan keyin telefon raqamlarini saylagan bo'lsanglar, men chaqirib olaman. Xudo xolasa o'rgataman. 10 kun nima deydi? 10 kun o'rganish, yotar joy besplatno ovqat bilan ta'minlab, xudo xolasa hamma ardorini qo'yib, ko'zlar oldiga birgalikka qilamiz. Xudo xolasa yana xalqim noto'g'ri tushunmanglar. Bir ikkita mani to'g'rimdan mani anavlarimni o'g'irlab olib, karta qo'ygan pul ishlash uchun. Lekin noto'g'ri tushunmanglar. Mana ovozim bo'layotgan bo'lsanglar, faqat mani saytimni ololmagan. Mana video a'zolarimni o'g'irlab olib o'ziga qo'ygan. Bu yaxshi ish qilmayapti u. Lekin men o'zi kirdim, savolim javob qaytarmadi. Menikini blokka tiqib qo'ydi. Sababi qo'rqishdi u. Men birovdan pul so'ramayman, yo kartamni qo'ygan. Alloh uchun o'rgataman. Qo'limdan kelgancha ardorini qilib, videolarni qilib. Kim ham xohlamaydi. Hammasini nima deydi, o'rganish uchun qilaman. Men birovdan bir so'm pul so'ramayman. Bersam beraman, o'tkazib qo'y. Lekin birovdan pul so'rashni menga qurbim iddonim qabul qilmaydi. Sababi men yoqtirmayman. Men pul uchun qilayotganim yo'q. Xalqim uchun shu o'rgatish uchun platalardan, telefonlardan ana shu narsalarni qilaman. Lekin men unaqa mashinliklarga ishonmaylar xalqim. Har xil odamman. Men 2-3 kun bo'ldi internetga video a'zol qo'ya olmadim. Shu ustalar bilan bo'lib qoldim. Ularga ovqat qilib, kraska maydachilar o'zlari tushunasizlar. Xudo xolasa mana o'zlari guvoh bo'lasizlar. Katta bir zonani olib ta'mirlayapman. Hozircha 20 ta divan karavot kiygan. Xudo xolasa remont bo'lyapti. Oshxonalar, anavlar hammasi o'zlari tushunasizlar. Xudo xolasa ardorini qo'yaman, chaqirib olaman, o'rgataman, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Men shu iston qilishga qilaman, odamlarga qilaman, lekin men video qilmayman. Sababi men nima deydi? Men bunaqa kishilarni eshitaverib, ko'raverib, meni ko'zim to'yib ketdi. Shuning uchun iston qilishga qilaman. Kambag'al,